yaqinda katta yaxshigina ustoz chiqib ketibdi-da. Aka nima qilay, qanday jazolay deyapti. O'zingda jazola dedi. Chet elga ketaman, magistratura o'qiyman deb yig'ib qo'ygan $7,500 pulimni o'sha Everestga tikkanmiz boshda. Coviddan keyin 3 oy bepul dars o'tganmiz butun respublika yoshlariga. Bitta guruhimda 1,5 talab odam o'tirar edi. Siz xizmatchisiz, siz servisdasiz, ustozga servisdasiz. Uni aytganim bilan foydasi yo'q. Prosta bu yoqda hamma tushunib olish kerak bo'lgan narsa. Siz o'quv markazi ochyapsizmi? Boshlayapsizmi? O'zingiz ham dars o'ting. O'zi eng effektivniy metodlar tekin metodlarda. U odamlar sizlardan buyukroq odamlar. Sizdan aqlliroq odamlar. Ular tirik qilaman, aldab ishlataman degan xom xayolga bormanglar. Sizda miyangizdan nima o'tayotgani aniq bilib o'tiribdi-da. Ishoning, qo'l ostingizda ishlayotgan odam qonunda oldida ham, davlatda oldida ham va hokazo sizdan ustunroq. Hamma любой vaziyatda sizdan ustun kela oladi. Ortimizda katta 600 ga yaqin yosh o'g'il qiz borda. Ular mehnatlari qadrsizlanib qolmasligi kerak. Endi men paxta qo'yishimni kutmanglar endi. Men kamchiliklarimni aytaman hozir. Dastlabki savolimiz Everest o'quv markazi hozirgi kunda deyarli butun respublikamiz bo'yicha mashhur. Everest o'quv markazi ochgan vaqtlarda qiyinchiliklar, qanday muammolar bo'lgan? Avvalambor assalomu alaykum. Kuzatayotgan auditoriya, sizlarga ham katta rahmat. Mana shu suhbatni tashkil qilganlaringiz uchun. Hozir boshim osmonga yetdi. Juda ko'pchilik xohlagan ekan-ku, men tajribalarimni ulashishimni. O'shaning uchun ham eng avvalo tashkiliy ishlar uchun, tashabbus uchun katta rahmat. O'ylaymanki, xudo xolasa o'sha yosh tadbirkorlarimizga, o'quv markazi egalariga xudo xolasa yordam beradi. Qo'limdan kelgancha eksperiensimni aytishga harakat qilaman. Duo qilib qo'ysalaringiz bo'ldi. Bizda haqqimizga, Everest haqqiga, jamoa haqqiga. Chunki biz jamoa bilan birga keldik shu joygacha. Men gapirayotganim bilan baribir ortimizda katta 600 ga yaqin yosh o'g'il qiz borda. Ularning mehnatlari qadrsizlanib qolmasligi kerak. Tak, endi Everestni 2012-yilda ochganmiz. 3 ta ustoz birgalikda birlashib ochganmiz. Investitsiyani to'liq o'zim qilganman, joyda o'zim qilganman. To'liqligicha tashabbus o'zimda bo'lgan, lekin yonimda davay ochgin, sen bilan birga ishlaymiz degan ikkita mendan ham ko'p tajribaga ega bo'lgan, mendan ham ko'p o'quvchiga ega bo'lgan ustozlar bo'lgan. Ularda o'sha sharoit nuqtai nazaridan, undan keyin nima desam ekan, ish jarayonlarini tashkil qilish nuqtai nazaridan sharoit bo'lmagani uchun tabiiy tarzda menga qo'shilib qolishgan. O'zim ochmoqchi bo'lganman boshda o'quv markazida, lekin o'qituvchilar birga ishlaylik degan uchun yanada menga bu narsa kuch berganda, chet elga ketaman, magistratura o'qiyman deb yig'ib qo'ygan $7,500 pulimni o'sha Everestga tikkanmiz boshda. Men o'ylayman, nimaga o'sha boshda ikki kishi menga qo'shilgan edi deyapman-ku. Nimaga bu narsadan boshlayapman? O'quv markazini asosida jamoa yotadi-da. O'quv markazida tashkil qilayotgan odam ham iloji boricha ustoz bo'lib o'zi dars o'tish kerak. Undan keyin o'quv markazida ochilganida yonida o'sha odamning qo'shimcha kuchlar, qo'shimcha tajribali ustozlar bo'lgani yaxshi. Hozir mana men ko'ryapman, asosan o'quv markazi ochayotgan yoshlarimiz o'zi ustoz emas. Kimdandir pul olgan, qanaqadir investor topgan, qarindoshidan, otasidan, onasidan pul olganda, o'sha pul bilan boshqa ustozlar yollab ochish payidan yuribdi. Yo'q, bu to'g'ri yo'l emas. Bu biznesga o'zi ustozlik qilib yurgan, sohani bilgan, ustozni dardini tushunadigan, o'quvchini dardini tushunadigan, sinfxonani his qilib ko'rgan, doskani his qilib ko'rgan odam qilgani yaxshi. Endi biznes sohasini o'qib, bunga umuman aralashmasdan qiladigan odam ham может eplab ketishi mumkin. Lekin meni yo'lim unaqa bo'lmagan. Men o'zim oldin 2007-yilda dars o'tishni boshlab, 5 yil mobaynida dars o'tib, undan keyin o'quv markazi tashkil qilganman. Ochgan paytim sohadagi muammolarni bilganman, risklarni, xavf-xatarlarni bilganman. Sohadagi kamchiliklarni bilganman. Ya'ni men uchun dengiz bo'lganda bu. O'sha bemalol suz olganman, navigate qila olganman. O'shaning uchun ham qiyinchilik ko'p bo'lmagan. Sirazi ochilganmiz. Nariga ikkita o'qituvchi matematika bilan ona tili o'qituvchi edi. Men o'zim ingliz tili grammatikasidan dars o'tardim. O'sha paytlar IELTS degan narsalar. Menda IELTS sertifikat bor edi-yu, lekin IELTS kurslar tashkil qilinmas edi Toshkentda. Ko'p ham IELTSga kontingent yo'q edi. U ustozlarni mendan ham ko'p o'quvchisi bo'lgan. Ularning ko'magi bilan markaz rivojlangan, menda ham o'quvchi ko'paygan, ularda ham o'quvchi ko'paygan, sekin-sekin bitta joyda kattalashib ketganmiz. 3 ta xona bilan, yo'q 3 ta emas ekan.
5 ta xona bilan boshlaganmiz. Bitta etajda yarmi degani bu degani o'sha Xalqlar do'stligida birinchi binomiz. Undan keyin 4 etaj 32 ta xonagacha kattalashib borganmiz bitta joyda. Qiyinchiliklar endi o'ziga yarasha bo'lgan, lekin u paytdagi qiyinchiliklar bilan hozirgi qiyinchiliklarni solishtirib bo'lmaydi. Chunki u paytlarda boshqacha challenge'lar bo'lgan biznesda. Biz 13 yil oldin haqida, 14 yil oldin haqida gapiryapmiz-ku. Hozir challenge'lar boshqacha, lekin uni aytganim bilan foydasi yo'q. Prosta bu yoqda hamma tushunib olish kerak bo'lgan narsa. Siz o'quv markazi ochyapsizmi, boshlayapsizmi, o'zingiz ham dars o'ting. O'zingiz dars o'tmasdan feodal bo'lib, kimlardadir qamchilab ishlatib, bu sohada zo'r bo'lib ketaman desangiz, hech qachon unaqa bo'la olmaysiz menimcha, qiyin. Chunki siz o'qituvchini dardini tushunmaysiz, unga nima kerakligini tushunmaysiz, biznesda pulsini his qila olmaysiz. Qachon yordam kerak, qachon yordam kerak emas, qachon ko'mak, qachon boost kerak, qachon pul yo'naltirish kerak, qachon pul yo'naltirmas kerak tushuna olmaysiz. Elementarni mavsumiylikni tushunmaysiz-da. O'shaning uchun siz agar bu sohada ishlamayotgan bo'lsangiz, dars o'tishni boshlang, o'rganing. Agar dars o'tib turib bu biznesni boshlagan bo'lsangiz, siz to'g'ri yo'ldasiz, Xudo xohlasa. Keyin yana bitta tek bu yoqda tajribali ustozlar yoningizda bo'lsa, ularni qadriga yeting. Men masalan o'shanda ustozlardan so'raganman, nima xohlaysizlar? Men bilan ishlamoqsizlar, nima xohlaysizlar? Mana bu narsalar xohlaymiz. Bo'ldi deganman, qilib beraman sharoitda deganman. Oylik nuqtai nazaridan ham, xona shart-sharoitlari nuqtai nazaridan ham, jihozlar nuqtai nazaridan hamma sharoit qilib berganman. Ya'ni ular o'zi qiynalib, boshqa joyda qiynalib sharoitlardan elementar konditsioner yo'q edi xonasida. O'sha payt qiyin edi konditsionerlar. 2012-yil eski tushgan BK konditsionerlar ishlatar edik-da. Masalan, bozorga borib palon pulga chetdan olib kelingan qimmat konditsionerlarni olib kelib xonalarga qo'yib berganman. So'ragan chunki shu narsa muhim bo'lgan u narsa. Men ham masalan shundan qiynalganman paytida. O'sha sharoitlar qilib berganman. U odamlar sizlardan buyukroq odamlar. Sizdan aqlliroq odamlar. Ular tirik qilaman, aldab ishlataman degan xom xayolga bormanglar. Sizlar miyangizdan nima o'tayotgani aniq bilib o'tiribdi-da. Ochiq o'yin qilib, maksimal sharoit qilib berish kerak. Sekin-sekin hammasi yaxshi bo'lib ketadi. O'quvchilarni jalb qilish uchun chekka hududdagi tadbirkor uchun nima tavsiya qilasiz? Endi chekka hudud deyilyapti. Mana masalan, bitta narsani hamma aniq tushunsin. Reklama bor. Lekin reklama biznesda asos emas biz sohamizda. Biz sohamizda reklamaga qachon murojaat qilinadi? Qachonki siz juda katta obyemingiz bor, masalan aytaylik 20 ming kishilik sig'imingiz bor. Bir vaqt o'zida 20 ming kishini o'qita olasiz. 15 ming kishini o'qityapsiz, 5 mingta joyingiz bo'sh turibdi. O'sha joyni to'ldirish uchun reklamaga murojaat qilsangiz bo'ladi. Lekin unda ham ehtiyot bo'lish kerak. O'sha beriladigan reklamaning effekti kelganida siz o'sha effektga tayyormisiz? Shunday holatlar bo'lgan Coviddan keyin 3 oy bepul dars o'tganmiz butun respublika yoshlariga. Shunaqa o'qituvchilarimiz bo'lgan. 1,5 mingta odam o'tirgan bitta guruhida. Bepul bo'lganda chunki. Men o'zim ham dars o'tganman, hamma bilan bir qatorda. Meni ham guruhimda, bitta guruhimda 1,5 mingtalab odam o'tirar edi. Aktiv darsda qatnashar edi. 6 ta guruhim bo'lgan. Примерно 9 ming, 10 ming odam bepul o'qitganmiz. Prochim hammasini jonli tarzda, undan keyin uy ishlarini tekshirib, assistentlar olib ishlatganmiz. Covid paytida arendalarni ham даже 50% to'laganmiz. Hech kim ishlamagan bo'lsa ham. O'qituvchilarga ham men даже oylik berganman, to'xtatib qo'ymaganman oyligini. Lekin klientdan pul olmaganmiz. O'sha hisobiga juda katta auditoriya bizni kuzatgan. Juda katta auditoriya Everestning kuchini his qilgan. Ustozlar salohiyatini his qilgan. Bu nima demagan? Biz buni reklama uchun qilmaganmiz o'zi. Prosta o'zimizning auditoriyamizda o'zimiz mana Everest ishlab turibdi. Endi o'sha payt 5 ming, 6 ming o'quvchimiz bo'lgandir. 3 ta filial bor edi chunki. Everest ishlab turibdi. O'sha bor o'quvchini yo'qotib qo'ymaylik, davay bepul dars o'taylik deb qilingan. Ustozlar bilan birga kelishilib qilingan. Ular odam qo'shib katta auditoriya bo'lib ketgan. Butun Everest darajasida 200 ming, 300 ming odamni o'qitganmiz-da. Keyin nima bo'lyapti? Bizda 3 ta filialimiz bor o'sha payt Chilonzorda, Integrada, Navoiy ko'chada. Yo'q. Novzada, Drujbada, Navoiy ko'chada ekan, uzr.
Shunday lockdown tugayapti. O'sha ruxsat berilyapti ko'chaga chiqishga. Bizning sig'imimiz bo'lsa bir 10 ming o'quvchilik sig'im. Lekin 100 mingga yaqin odam murojaat qilgan Everestga o'qiyman deb, offline o'qiyman deb. O'sha shunaqa holat bo'lgan. Darsimizda qatnashgan yoshlar viloyatlardan kelgan. Chunki ko'rganda Everestda qanchalik sifatli dars o'tishini, eng muhimi ustozlarni ishiga nisbatan commitment'i nima bo'ladi o'zbekchasi? Ishiga nisbatan munosabatini ko'rganda, ya'ni kuchli munosabatini ko'rgan viloyatlardan kelgan. O'shanda men ko'rganman. Bolalar kelyapti, test qilishga даже imkoniyatimiz yo'q. Mana level test room Drujbada eslayman, 6 kishi sig'ar edi. Biz 30 kishilik, 40 kishilik, 20 kishilik xonalarni to'ldirganmiz. Bolalar daraja sinov qilish uchun. Daraja sinov testiga kelgan bolalarga nazoratchilar qo'yganmiz. Kelgan bolalar test topshirgan. Test topshirganda undan keyin guruhlarga yozdirib ketgan. Bizda joy yo'q. O'sha Everest to'ldi, bir haftaga qolmasdan, o'sha joy yo'q. Birdaniga bir 6 oyda ichida 5 ta filial ochganmiz keyin. Может 8 oydir, lekin 1 yilga bormagan. 5 ta filial ochganmiz, bu 5 ta filial tez to'lgan. Ya'ni men nimani aytyapman? O'shanda men juda qiynalganman nimaga? Endi hozir sizlarga bir g'alati eshitilishi mumkin, qiynalganman deganim. Nimadan qiynalganman? Odamlar kelyapti bizga umid qilib. Biz lekin ularga guruh ochib bera olmayapmiz. Ya'ni o'shanda tushunganman. Reklama yoki va hokazolarga oldin o'sha joy tayyor bo'lib olish kerak ekan. Ya'ni siz tayyor bo'ling. Eng birinchi tizim nuqtai nazaridan, tizim to'g'ri ishlayaptimi sizda? Sharoit nuqtai nazaridan, o'sha sizda elementarni bo'sh xona bormi? Xodim nuqtai nazaridan, o'sha kelgan odamni yaxshi to'g'ri taassurot qoldiradigan xodim bormi? Va hokazo. Ya'ni siz o'sha o'zingiz kutayotgan ob'yomga oldin yaxshi tayyor bo'ling. Keyin kattaroq potokni chaqirishni o'rganing. Ya'ni o'sha aytayapsiz-ku, o'quvchi yo'q, qanaqa jalb qilish kerak. Oldin tayyorlanib oling. Tayyorlanib oling. Siz даже o'sha ikkita kelgan, tasavvur qiling, 10 ta o'quvchi kelib qoldi. Siz tayyormisiz o'sha ob'yomga? Sig'adimi, sharoit bormi, to'g'ri tizim qo'yilganmi, qabul yaxshi ishlayaptimi? Oldin o'sha joylarni yaxshilab ko'rib oling. Undan keyin qanaqa qilib o'quvchi jalb qilamiz degan masala. Bunday narsa. Mana hozir bizning viloyatlarda manzillar ochyapmiz. Даже tumanlamasa, Namanganda yaqinda borib keldim. Tumanlarni ham o'rganib, Chustni o'rganib chiqdik, misol uchun To'raqo'rg'onni o'rganib chiqdik, Uychini o'rganib chiqdik, masalan, tumanlarni o'rganib chiqdik Namangan shahrida ochyapmiz-ku-da, baribir lekin oldagi shart-sharoitni ko'rish uchun men o'zim shaxsan borib, piyoda yurdim-da ko'chada. Qanday qanaqa o'quv markazlari bor, necha puldan dars o'tyapti, kimlar o'qiyapti, qanaqa sharoit o'zi bu yoqdan, odamlar qanaqa to'lov qobiliyati qanaqa, odamlar misol uchun qanaqa do'konlarga kiradi, qanaqa xarajat qiladi masalan. Hammasini o'rganib chiqdik. Prosta aytmoqchi bo'lganman mana. Endi o'quv markazlarini reklamasi, ya'ni o'quvchi qachon keladi? Siz o'zingiz haqingizda auditoriyaga ma'lumot bersangiz keladi o'z-o'zidan. Endi o'sha ma'lumot berishda ham o'ziga yarasha yo'llar bor. Misol uchun men Namanganda Chustda Insta reklama ishlashini men ko'rmadim. Bunaqa narsa yo'q. Yoki aytaylik bannerlar ishlashini ko'rmadim. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Viloyatda unaqa narsalar bilan odamlar jalb bo'lmaydi. Masalan, siz yangi ochilgan o'quv markazi bo'lsangiz, ko'p ham unaqa banner, Instagram, bloger, pafos ochilish marosimi, yopilish marosimi, sharlar, bilmayman, ayiqlar olib kelib bir bola pafs qilsangiz, nazorat odamlar ko'ziga menimcha g'alatiroq ko'rinib qolasiz. Xuddi bir yemagan o'quv markaz kuchanib, chiranib harakat qilyapti. Odamlar jalb qilishga o'shanda ko'rinib qolasiz. Oddiy narsa, maslahatim mana. Bor auditoriyadan foydalanib o'quvchi ko'paytiring. Masalan, dars o'tyapsiz. Aytaylik, bitta guruhda 10 ta o'quvchingiz bor. O'sha o'quvchilar bilan ishlang. Bolalar, qizlar, mana ochildik. Mana yangi guruh ochish arafasida turibmiz, beginner. Aka-ukalaringni olib kelinglar. Sizlarda aka-ukalaring bo'lgani uchun doimiy ravishda 10% lik skidka beramiz yoki 20% lik skidka beramiz. Radnoy aka-uka bo'lsa. Yoki prosta tanishlaringni olib kelinglar tavsiya qilib. Ularga ham 10% skidka beramiz, sizlarga ham 10% skidka beramiz. Shunda ikkita taraflama qiymat bor-da. Olib kelayotgan odamda ham qiymat bor, kelayotgan odamda ham qiymat bor.
va hokazo. Ya'ni bor auditoriyadan foydalaninglar-da, iloji boricha o'shalar orqali o'quvchi jalb qilinglar. Bu bepul yo'li va effektiv, samarali yo'li-da. Biz qilamiz, haligacha qilamiz bu narsalarni. Publichna laqillamaymiz. Ya'ni o'sha mediada bu narsalar laqillamaymiz, lekin partizanskiy ketadi ichki auditoriyadan. Yaxshigina hozir ham foydalanamiz. Birinchidan, ikkinchidan natijalar chiqadi-ku, farqi yo'q. B2 bo'lsin, C1 bo'lsin, IELTS 7 bo'lsin, 6,5, 6 bo'lsin, o'sha siz ishlayotgan joyda qanaqa natijalar qadrlanadi misol uchun. O'sha natijalar chiqqanida o'sha natijalardan foydalaning. Masalan, men nima qilar edim? O'quvchim 7 olsa, kelar edi, men bilan rasmga tushar edi, mediaga qo'yar edik, Telegramga, Instagramga. Qancha Instagram bo'lmas edi-ku, unchalik ham paytlar. Telegramga qo'yar edik, maksimum o'zimizni ichki auditoriyaga tarqatar edik-da. Keyin boyagi bolaga aytar edim. Endi bitta yaxshilik qil bizga. O'quvchi olib mana bizda bo'sh yotibdi xonalar, to'ldirishimiz kerak. O'zing bilan. Bilasan, hammasi o'zim shogirdim bolalar. O'zimda dars o'tadi. O'zim nazoratga olaman agar ukang bo'lsa, yaqining bo'lsa. O'quvchi olib deb to'g'ridan-to'g'ri aytar edim shogirdlarimga. Endi qanday? Menda misol uchun bolalar bilan juda do'stona, дружеский отношение bo'lardi har doim. Haligacha shogirdlarim bor, masalan, ko'chada ko'rishib qolsak yoki kelsa markazga o'tirib aka-ukada gaplashib o'tiramizda, hazil-qizil qilib. Ya'ni masalan, men unday buyruq ohangida aytmasa edim, iltimos qilib yalinmasam edim, bolalarga chista дружеский aytar edim. Yordam qilinglar, davay. Natija qilding, boshqa ham qilsin, davay, olib kel o'quvchi der edim. Yaxshigina o'quvchi olib kelardi bolalar. Chunki ular sizda ambasadoringiz-da. Ular sizda o'qigan, muhitingizni biladi. Natija qilgan. U odamga sizda reklamangizga 10% ishonsa, u odamga 90% ishonadi-da. O'quvchi. Potensialni o'quvchi masalan, o'shalar bilan to'ldirgan. Haligacha shunaqa qilamiz. Ichki tizim qilingan markazda biz buni ko'p detalni hozir aytsam nima haddan ziyod bo'lib ketadi, trening qilamiz deyapsiz-ku. Ichki tizim qilingan, masalan, o'sha treninglarda aytiladigan narsa, uni biz bepulga sizlarga o'rgatyapmiz. Mana bunday narsa. Masalan, bitta filial o'quvchi qabuli bo'yicha sal orqaroqda yuribdi. Boshqalariga nisbatan, Masalan, biz ketma-ketligi bor. Menejerga aytdilar, o'qituvchiga ayt, mana bu narsani e'lon qilsin o'quvchilarga. Yoki o'zim boraman-da, o'qituvchilar yig'aman-da, mana bunaqa period, mana sentyabr, oktyabr, bosinglar gazim deyman, sizlarga dabro deyman masalan. Ya'ni biz o'sha narsani tizimga tushirib qo'yganmiz. Mediadan va hokazodan ko'p ish beradi-da. Masalan, bugun ham bir shogirdim bu jumada ko'rib qoldim. Xurshdagi bizni filialga bring a friend kerak bo'lyapti-da, hozir sal o'quvchi usaygan. O'shani dabro berib yuboring dedi. Bring a friend degani, shogird o'zing bilan o'quvchi olib kelsang, 10% skidka olasan, u ham 10% skidka oladi degani. Ikkinchi o'quvchini olib kelsang, sen 20% olasan, u 10% oladi degani. Uchinchini olib kelsang, sen 30% olasan, u 10% oladi va hokazo ket. 5 olib kelsang, 100% tekin o'qiysan degan. O'sha narsani qilib bering dedi. Sразу menejerga telefon qildim, boss gazini, короче, sizlarga dabro dedim. O'sha filial menejeriga. Ya'ni shunaqa tizimlar qilib qo'yish qilganmiz. Ya'ni sizlar o'ylaysizlar, Everest, Instagram'i zo'r, yo'q, ular ham juda zo'r effekt beradi. Masalan, Toshkent sharoitida yoshlar qiziqadi bu narsalarga. Yoki masalan, YouTube'da odam ko'pda deysizlar, yoki Telegram'da odam ko'pda deysizlar, o'shandan o'quvchi qiladi-da deysizlar. Yo'q, unday emas. Keladigan masalan 60-70% o'quvchi qaysidir ustozni qidirib keladi, qaysidir natijani to'g'ridan-to'g'ri first hand eshitib keladi, qaysidir akasini, ukasini, jiyani tavsiyasi bilan keladi va hokazo. Word of mouth bizning eng kuchli qurolimiz bu nima o'quvchi jalb qilishda. Siz ham shu narsadan boshlang. O'zi eng effektivni metodlar tekin metodlarda, ko'pchilik shuni tushunmaydi. Yuzaki qaraysizlarda, xom xayolda yurasizlar. Xudo xohlasa o'sha ichki auditoriyadan foydalanishni o'rganib olsangiz, sizga hech nima kerak emas o'zi aslida. Endi kerak to'g'ri media va hokazo qaysidir darajaga yetib kelganingizda masalan kerak, o'sha filial qilmoqchisiz, statusingizni ko'tarmoqchisiz, bozorda kerak, brend yaratmoqchisiz. Lekin siz hozir endi ochilgan ikkita uchta xona ochib qilayotgan o'quv markazi bo'lsangiz, u narsalar bilan chaqlib qolsangiz cho'kib ketasiz-da. Boshqacha yo'ldan ketish kerak. Rahbar jihatdan ta'lim tizimini yoki ta'limni sifatini qanday doimiy nazoratda olish mumkin? Zo'r. Ta'lim sifatini rahbar sifatida qanday nazorat qilish mumkinmi? Ha. Umuman aralashmaslik kerak bo'ldi. Ko'p mana hozir kulgim keladi. Setivoy o'quv markazlari bor. O'zim suhbat qilaman kadrlar bilan.
Toshkentdagi absolyutno hamma katta setiyoy o'quv markazlarida ishlab chiqqan kadrlar bilan gaplashganman. Suhbat qilganman. Hozir mana Samarqandda ishlayapmiz, Samarqanddagi kadrlar bilan gaplashyapman. Boshqa viloyatlarda ham masalan shart-sharoitlarni bilaman. Kulgim keladi bitta narsaga. Bir-birini kavlaydigan tizim qilingan. Ustozlarni, masalan bitta filial bo'lsa, ustozlarni darsiga kirib, ishiga aralashadigan head teacher qo'yilgan. U kiradida, ana o'qituvchining darsida o'tiradi. Idiotizmda, u sen xalaqit qilyapsan, yo'qol sen darsda o'tirma. Unga imkoniyat ber. Undan keyin head teacher bor emishda u filialda, undan tashqari HR nazorat qiladi buni ishini. HR bo'lim boshlig'i buni darsiga aralashadi. Filial menejeri aralashadi. Undan tashqari, masalan, setiyoy o'quv markazi bo'lsa, qanaydir akademik direktor qo'yib qo'ygan, u aralashadi. Birgala hech kimga kerak emas, martishka xodimlarda chopib olish kerak. Ular masalan bizda hech qaysi filialda head teacher yo'q. Hech markaz darajasida akademik direktor degan tushuncha yo'q. Menejerning ishi umuman ta'lim jarayoniga aralashmaslik. Menejer aralashmaydi ta'lim jarayoniga. Va hokazo, hokazo. Lekin respublikada hozir birinchi o'rinda turibmiz biz 7+ IELTS sanchalar bo'yicha. Bizdan keyin ikkinchi o'rindagi odam yarmini ham qilmagan. O'tgan yil nechta bo'ldi Shabuz? 1300 ga yaqin 7+ natija chiqdi-da. 3 yil ketma-ket 1000+. Masalan, bunaqa natija yo'q. Biz buni endi karlamaymiz, reklama qilmaymiz, blogerlarga ayttirmaymiz, lekin o'zimiz bilsak bo'ldik, auditoriya bilsa bo'ldi. Hozir hammaga jar solib bilan 100 mingta odam markazga kelsa eplolmay qolsak sharmanda bo'lamiz. Hozirgi holat biz nazoratimiz ostida chiroyli ketyapti, Xudoga shukr. Hammasi joyida. Xullas, aytmoqchi bo'lganim. Endi savol tug'iladi. Xo'p, bir-birini kavlaydigan tizim qilmasdan qanaqa qilib nima sifat qilinyapti degan savol. Prosta to'g'ri odam ishga olingan bo'ldi. Unga ishonch bildirilgan. Shu birinchidan o'zimiz tarbiyalaymiz o'quvchilarni. Masalan, Everester bo'lish kerak. Everest bitirgan shogird ishga olamiz. Everester bo'lmasa 9 olgan bo'lsa ham atkaz qilganman men. 9 olganman-ku, nima menga atkaz qilyapsiz desa, sen Everest muhitini o'rganishing kerak. Kel, o'qi qaytadan 3 oy o'qi hech bo'lmasa tizimni o'rgan. Ustoz qanday o'tyapti? Dars qanday tashkil qilyapti? Menejer qanday ishlayapti? O'quvchilar qanday o'tiribdi? Qanday natija qilyapti? Night sessionlarni qanday qo'yyapti? Speaking sessionlarni qanday qo'yyapti? Nimaga darsda 3 soat o'tyapti masalan yoki 2,5 soat o'tyapti? Nimaga har kun dars o'tyapti? Ko'r shu narsalarni. IELTS topshir, 9 olishing ham shart emas. 8 olgin Everest o'qib, biz seni ishga olamiz deb. Masalan, atkaz berganman. Bunday odamlar endi kibri yo'l qo'ymaydi, kelib o'qishga baribir. Kelmagani ham yaxshi. O'zimizda ham naydirlar, Xudoga shukr, normal o'zimizdan chiqyapti. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan o'zimizdan chiqadi bola. Chiqqandan keyin biz ishga olamiz, uni sразу o'qituvchi qilmaymiz. Yo assistent bo'ladi, yo mokda ishlaydi. Yo даже administratsiyada ishlashi ham mumkin. U ishlaydi, 1 yil ishlaydi, 1,5 yil ishlaydi, 8 oy ishlaydi. Ko'radi. Jarayonda ketma-ketligi bor, uni tayyorlab boramiz har xil challenge'larga. Endi uni tayyorlab bordik. Tayyorlab borganimizdan keyin vakansiya ochildi. Vakansiya ochilgandan keyin men birinchi bo'lib o'sha assistent bo'lsa, o'sha assistentni ustozga telefon qilaman. Qanday deyman? U ortiqcha so'ramayman. Eplaydimi yo'qmi deyman. Aka sal vaqtliroq, ozgina vaqt bering deydi. Bo'pti deyman-da. U odam bilmaydi ham misol uchun. Keyingi odamga telefon qilaman. Keyin masalan bitta odamga telefon qildim, ustozga, "Qalay, yaxshimi?" dedim. "Aka zo'r, dolis yoradi" dedi. Bo'ldi. U odam men fikrini hurmat qilaman. Chunki u odam katta ustoz. Bekorga unga assistent bermaganmiz. U odam buni biladi, ertaga qanday trayektoriyadan ketishini aniq biladi, misol uchun. Yaxshi. U odamning approvalini oldim men. Ya'ni o'sha biz ustoz qilmoqchi bo'lgan assistentni o'qituvchisini approvalini oldim. Yaxshi. Endi men menejerga telefon qilaman. Menejer ham biladi-da, masalan, ertaga yaxshi ustoz bo'lish uchun nimalar kerak u odamga. Treninglarga menejerlarga o'rgatganman men hammasini. Menejer aytadi, "Aka sal vaqtliroq, umuman masalan hali ota-ona bilan ishlab ko'rmadi. Ozgina sabr qilib turing, u etapga kelmadim hali bunda" deydi. Keyin, bo'ldi, tushunarli deyman-da, keyingi odamga telefon qilaman. Lekin boyagi birinchi holatda, "Aka, yoradi, xudo xohlasa, shustiring, xavotirlanmang, zo'r bo'ladi. Bosavering" desa, bo'ldi. Men ustozning approvalini oldim, menejerning approvalini oldim. Bo'ldi, u odam tayyor, ustoz tasdiqladi, menejer tasdiqladi. Ustoz qo'yaraman, bo'ldi, ishiga aralashmaymiz ham uni. U biladi nima qilish kerakligini. Mana necha yil bo'ldi ochilganimizga. 14-yil ketayotgan bo'lsa, biron marta birovni darsiga kirib o'tirgan odam emasman men o'zim.
Biron marta darsdan oldin keyin tayyorlaganman, treninglar qilganman. Lekin biron marta darsga kirib o'tirmaganman. Men buni xuddi buzib tashamanglar-da. Unaqa bilan kimnidir yonida sторожевой piyoz qo'yib siz sifatli qilib bera olmaysiz. Siz u odamni o'zini salohiyatini birinchi navbatda to'g'ri odamni tanlang, keyin uni yaxshilab tarbiyalang. Undan keyin bo'ldi, ishoning unga. U odamga ham ayting, men senga ishonyapman, iltimos parod qilmading, bo'ldi, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan, u dars qanaqa qilib sifatli tayyorlaymiz va hokazo ta'minlaymiz degan savolga javob yuzaki qaramanglar. Siz oldin odamni tayyorlang, keyin yo'naltiring. Xudo xohlasa o'shanda u odam o'sha sifatli qilib beradi. Tusma tavakkal ko'chadan kelgan любой Vaysani darsingizga kirgizib yuborsangiz, конечно, sifat tushib ketadi. Keyin ustiga siz ana bechora o'quvchilar o'tiribdi, yana siz o'tiribsiz darsda. Вообще noto'g'ri idiotskiy approach-da, unaqa qilib sifat ta'minlab bo'lmaydi-da, xullas. Bitta muammo. O'qituvchi ishga olindi, hamma narsa tayyorlab berildi va ustoz o'quvchilarni olib boshqa joyga chiqib ketdi. Zo'r. Demak, siz qanoatlantirmasiz deysiz ustoz. Boyaga aytgan gapimda. Birinchidan, siz bunday narsa. Ko'pchilik o'quv markazi yosh egalari bor-ku. Yoshda baribir. Mana misol uchun, даже hozir ham men o'zimda jamoada rahbar sifatida position qilmayman. Ya'ni rahbar sifatida gavdalanmayman hech kimning ko'zini oldida. Shunaqa muhit yaratilgan. Men iloji boricha ustozga xizmat qilayotgan odam. Ya'ni ustoz birinchi o'rinda, men unga xizmat qilib beryapman. Chunki uni orqasidan pul topyapman, non yeyapman. U odam ishlayapti. Asosiy ishni u odam qilyapti. Men misol uchun unga qo'shilib foydada o'tiribman. Bo'ldi, siz xizmatchisiz, bo'ldi, shunaqa endi xizmatkor deb o'rmang. Siz xizmatchisiz, siz servisdasiz, ustozga servisdasiz. O'shanday qabul qilish kerak bu narsani. Ko'pchilik shuni tushunmaydi. U o'ylaydi, men direktorman, men bu tashkil qildim, bu menga qulluq qilish kerak, menga paxta qo'yish kerak, menga bo'ysunish kerak, men buyruqlarni bajarish kerak. Tuda bir sekundda siz chopib ketib qolasiz, hech nima qila olmaysiz. Ishoning, qo'l ostingizda ishlayotgan odam qonunda oldida ham, davlatda oldida ham va hokazo sizdan ustunroq. Hamma любой vaziyatda sizdan ustun kela oladi. Chunki sizda joylaringiz bor. Muammolar joylaringiz bor baribir. O'shaning uchun o'qituvchini eng avvalo hurmatini joyiga qo'yish kerak. U bilan gaplashish kerak. U sizga paxta qo'ymasin, kerak bo'lsa siz unga paxta qo'ying. To'g'risi? Mana shunday paytlar bo'lgan. Qarayapman, o'qituvchilar kayfiyat buzilyapti, tushyapti. To'xta deganman-da, o'sha filialga borib, har bitta odam bilan gaplashib chiqqanman. Har bitta odam bilan gaplashishdan oldin aprosnik qilib olganman. So'rovnoma. Nimalar so'rayman? So'rovnoma qilib olganman. Borganman, menejer oldimda yoki menejer yo'q, menejerda ham javob berish to'g'ri emas. Uni hurmatsiz qilib qo'yadi bu narsa. Har bitta o'qituvchi bilan alohida gaplashib chiqqanman, dardini bilganman. Bo'ldi, komandani tashlaganman, hammasini problemasini hal qilgan. Oshig'i bilan. Nimandir so'rasa mendan. Mana aytaylik, Xushdagi xonamda misol uchun proyektor yo'q, proyektor qilib bering desa, bo'ldi, proyektor qilamiz. Mana masalan oldinlar shunday edi, bitta proyektor xonada yurar edi. Kimga kerak bo'lsa o'sha olib kirib ishlatar edi. Oldinlar bundan 3-4 yil oldin. Hozir hamma xonada proyektorlashtirilgan-ku-da, masalan, o'qituvchilar mendan so'ragan, xonamga proyektor kerak, qiynalib ketdim. Kerak bo'lgan payt kimdir xonasida bo'lib qolyapti. To'g'ri, 3 ta proyektor bor, lekin bizda 10 ta xona bor. Xonamga qo'yib bering degan. Men bo'ldi, xonamga qo'yamiz. Printeringiz yaxshi ishlayaptimi deb so'raganman. Aka, to'g'ri, printerim eski, xijolat qilyapman sizga aytishga. Bo'ldi, yangi printer kerak. Yana nima darding bor, ayter. Aka, kondisioner soatmayapti. Eskirib qolgan. Unda qarayapman, kondisioner everasi ochilganda qo'yilgan kondisioner. Bo'ldi, kondisioneringni ham yangilab beramiz. To'g'ri, ya'ni problemami nima problema deb so'ram, ya'ni faqat u aytgan narsa bilan kifoya qilmaganman. Datavo hamma narsani so'rab, u tasavvur qiling, siz o'zingiz o'tirayapsiz, o'sha dars o'tyapsiz o'zingiz. O'sha odamni o'rniga qo'ying. Ya'ni ortig'i bilan so'rab olib muammolarni hal qilib beramiz. Har doim shunday. Tushuntira olyapman-a, dastoyni bo'lsa bo'ldi. Kecha kelgan chuma bo'lsa, endi masalan aytamiz, ozgina harakat qilgan, ishlagin u bu deb. Lekin masalan, zo'r ustoz sizni tayanch o'qituvchingiz, asosiy o'quvchi sonini ko'paytirib, boshqa qilyapti. Siz uni bajarishga qiling, unga paxta qo'ying, xizmatini qiling.
Shunda ketmaydi. Ketmasin, nima qilib bo'lsa ham olib qoling. Zo'ravonlik qilib emas, shantaj qilib emas. Yana ko'pchilik boyagi ahmoqgarchilik qiladi. Boyagi ustozda, ana ustoz aqlli ustoz, yaxshi ziyoli odam. U odamni bo'yniga legalniy ответственность qo'yib 3 yillik, 5 yillik shartnomalar bilan sudrab yuraman deb o'ylaydi. Eng katta xatoyingiz o'sha. O'sha shartnoma qilaman deganingizda o'qituvchini yo'qotasiz. Hech qachon unaqa qilmaganmiz. Masalan, mana markazda 7 yildan beri ishlayotgan o'qituvchilar bor, ofitsiantlar ishlaydi bizda. Unaqa shartnomalar qilmaganmiz lekin hech qachon. Ya'ni majburiyat qo'yib, uni bo'ynidan bilan qonuniy yuk qo'yib, unga bo'ynidan bog'lab sudrab yurmaganmiz. Yo'q, siz bulutdan pastga tushing, boyaga aytgan gapim. Ustoz bilan gaplashing, nima kerak? Ayter, men yordam qilib, o'shancha o'tiribman men. Faqat soqqani sanab ketadigan, seni qamchilab turadigan odam emasman degan narsani mesajni berish kerak. Sen zo'rsan, men chumoman. Men xizmat qilish uchun o'tiribman oldingda. Ayter menga degan pozitsiya qilish kerak. Shunda rivojlanasizlar, bo'lmasa yuraverasizlar. Ko'pchilik ana yosh-ku, hayotdagi prioritetlari noto'g'ri-da. Hayot kibrlanib ketib qoladi, shishib ketib qoladi. O'ziga ortiqcha baho berib qo'yadi. Chumosiz hali, siz ko'p narsaga erishmadingiz. Ana o'qituvchi sizdan ko'p narsaga erishib qo'ygan. Uni qadriga, uni tan oling va maksimalni sharoitini qilib bering. Shunda ketmaydi. Mana hozir siz aytayotgan narsa bo'ldi-da. Aytdim-ku, bir 5 tacha yigit qiz bor, men yordam qilyapman, gaplashyapman. O'sha anonda kontakt olgan tadbir bo'ldi-ku. O'quv markazlari forumi. Ha, o'sha o'quv markazi forumida olgan. Bittasi yaqinda katta yaxshigina ustoz chiqib ketibdi-da. Aka, nima qilay, qanday jazolay deyapti. O'zingda jazola dedim. Nima qilasan uni jazolab dedim. Ahmoq ekansan sen dedim. Bu seni xatoing, uni ketib qolgan dedim. Bundan buyoqqa eng to'g'ri yo'l nima? U bilan kontaktni zo'r ushlash, yozib xulosalar qilish va o'sha xatolarni qaytarmaslik bo'ldi. Qo'lingdan kelsa borda u bilan gaplashib, iltimos qaytarib olib kel. Qo'lingdan kelmasa indamay qo'y, bo'ldi. Ya'ni o'sha bo'ldi, shu bor narsada, mana masalan bo'lgan voqea bo'lgani uchun sal emotsional bo'lib ketdim, xafa bo'lmaysizlar. Ko'mak loyihasi haqida sizning shaxsiy fikringiz? Endi ko'mak loyihasini men hamma detalni bilmadim men. Men hozir bolalarni aytish bo'yicha adashmasam bittasi qancha olibdi? 40 million olgan bittasi, pul olganda. 130 milliongacha suda. Ya'ni 6 oy ular umuman pul to'lamaydi. Shunday, ha. Ularda bitta C1 sertifikati bo'lsa bo'ldi va YTT ochib olish kerak. Va chekka hudud. Asosiy narsasi urg'u berilgan qaror bo'yicha 367 ta ro'yxatdagi chekka hudud bor. O'sha hududda ochishlari kerak. Sirdaryolik bola bor, o'zimda o'qib ketgan, oldin shogirdim bo'lgan. U ham hozir men bilan gaplashib yuribdi. Qilyapti, rivojlanyapti sekin-sekin. O'zi emas, ayoliga qilib bergan. O'zi Toshkentda ishlaydi, o'sha ko'mak bo'yicha. Aytdi-da, pul oldik, boshladik. 6 oy pul to'lamadik dedi. Endi to'lab qaytarib boshlaydi pulni, to'g'rimi adashmasam? Ha, xohlasa 3 ga bo'lib to'lasa ham bo'ladi. 40 million oldik dedi. Yana olmoqchimiz dedi. Yana berar ekansizlar-ku? Ha, yana ikkinchi imkoniyat. Ha, yana olmoqchimiz dedi. Men aytdim, zo'r ekan dedim. Osongina pul olib nima ishda yuritayotgan bo'lsalaring, zo'r ekan dedim. Tashabbus yaxshi. Endi men paxta qo'yishimni kutmanglar endi. Men kamchiliklarni aytaman hozir. Tashabbus yaxshi, pulni beryapsizlar, zo'r. Endi qancha bundan ziyod nima ham qilib beradi ko'mak loyihasida, masalan, uni ishiga aralashmaydi-ku. Ha. To'g'rimi? Asosiysi ustoz ekanligini bilsak bo'ldi-da, C1 sertifikat. Bo'ldi, yaxshi, malatsi. Prosta mana bunaqa narsalar ko'paytiravering. Ha, o'sha trening. Faqat men emas, boshqa yana katta o'quv markazi egalari bor, ularni ham jalb qilinglar. Lekin bitta narsa farq bo'lyapti-da, mana o'sha siz bilan ko'chishyapmiz, 4 ta rahbar bilan ko'rishdik. Fikrlar juda har xil. Endi ham mana misol uchun bizning yo'limiz shu. Men o'zimning eksperiyensimda aytdim. Masalan, boshqa o'quv markazida yo'li boshqa. Masalan, ularni ham noto'g'ri deb bo'lmaydi, lekin siz hozir men tasavvur qilib boyagi odamning shkurasiga kirdim-da, u odam viloyatda ishlayapti. Bir chekka hudud yo'qda, bozor katta emas. Risk ko'p. Masalan, u yoqda masalan 300 ta o'quvchi qilish ham katta narsa-da. U odam hozir 50 taga chiqmagan, hali 30 taga chiqmaganda, ya'ni ana o'qituvchi ketib qolyapti masalan. 20 ta o'quvchisi bor o'z o'quv markazi, o'qituvchi ketib qolyapti. Ya'ni pafosli qanaqadir strategiyalar haqida hozir gapirishim to'g'ri emas-da bu yoqda. Men misol uchun Palancha viloyatdan kelgan, o'sha viloyat markazida 2 ta, keyin tumanlarda 10 ta filiali bor, birorta o'quv markazi egasi bo'lsa, boshqacha gaplashar edik, bunga boshqacha tushuntirar edim. Ya'ni bu yoqda kalibr ancha kichkina hali.
Menimcha endi. Katta sityovoy o'quv markazlar endi masalan hamma o'zini eksperiyensini aytadi. Menda eksperiyens shunaqa. Ularni yomonlash u noto'g'ri emas lekin. Jalb qilash kerak. Mana shu holat menga juda ham yoqdi. Jamoa va ustozni hurmat qilish. Bularning yoshlariga bu bilimni to'liqroq berishimiz kerak. Shunday. Ko'pchilik men bitta o'sha shogirdimni keysida nima bo'lgan? Chiqib ketgan bola yosh bola-da. Yosh bola. Men so'radim undan, "Men buni qildingmi?" "Ha, qildim." "Men buni qildingmi?" "Qildim." "Hamma narsani qilib bergan vro'ji." Keyin to'xta dedim, "Sen unga qanday muomala qilding?" dedim. O'sha bolaga dedim. "Ha, shuni ukamday muomala qildim" deyapti. "Nimaga ukangdan muomala qilding?" "Mendan 10 yosh kichkina bola ekan. Universitetda 2-kurs o'qiydi. Dars o'tdi bizda" deyapti. "To'xta" dedim. "Sen ukamday muomala qilganing nima deganing? Sensiradingmi uni?" "Ha, sensiradim." "Qanday urishdingmi, gapirdingmi?" "Tanbehlab berdim bir ikkita momentlarda." U bola Toshkentdan borib turadi-da. Borganda nima qilding? "Unga trening qilib berdim." "Sen kimsan trening qilib? Ustozmisan?" "Yo'q, endi sizni darslaringizni ko'rgan." U turizmda yuradi, o'zi bu yoqda. "Siz darslaringizni ko'rganman, kursdagi shu narsalar o'rgatishga harakat qildim." "Uka, mana shu joyda kalla qo'yibsan-ku" dedim. "Sen uni o'zing o'qituvchi emassan. O'zingcha unga bosim o'tkazibsan, unga aql o'rgatibsan. Sen o'sha elementarni subordinatsiyani noto'g'ri qilibsan. Sen naborot unga hurmat qilishing kerak edi. Unga chiroyli muomala qilishing kerak edi." U bola o'shaning uchun chiqib ketgan, skорее всего. Может, boshqa sababi ham bo'lgandir. Endi men chunki so'radim-da hamma narsalarni. Shartnoma qilgan u ham mana 3 yillik bir bola shartnoma qilgan. Bari yordam bermagan u narsa. U bir tiyinga qimmat u shartnomalar. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan, kalibr kichkina, sizlar maslahatim mana shunaqa ko'paytiraveringlar. Har xil o'quv markazi perspektivasini ko'ravergan yaxshi, конечно, masalan, katta o'quv markazlari perspektivasini ham. Chunki bari o'sha joygacha yetib borishadi-ku.